Erimga prank qilaman deb sal qolsa o'lib ketardim. Bu qilgan ishimdan keyin o'zimni ham cho'ktirishlarga sal qoldi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, menga ham barobar qildilar. Oldingi safar o'zim uyimdagilar bilan birga Oqtoshga chiqqanim uchun erim tomondagi qarindoshlar ozgina xafa bo'lib qolishdi. Shuning uchun ularga zo'r Oqtoshdan dacha gaplashib, hammaligini yig'ib erim bilan birga olib keldik. Hozirgi kunda Bochka Chorvoqdan ko'ra Oqtoshdagi dachalar toza havosi bilan ajralib turibdi. Dacha juda ham chiroyli. Hovlisida tennis stollari bor, katta detskiy kattalar uchun basseynlari bor, 2 etajli. Ikkinchi etajda shunaqa chiroyli terrasasi ham bor. Terrasada ham stol kachelalar bor, maza qilib chiroyli o'tasanglar bo'ladi. Eng yoqin tarafi kechqurun svetlar yonganda shunaqa chiroyli bo'ladi dacha. Ko'rib ko'zinglar qunab ketadi. Ichkari xonasida ham bolajonlar zerikib qolmaydi. PlayStation ham bor, spanilari ham juda ham katta, shinamgina, hamma yoq akkuratniy, tozalik birinchi o'rinda. Ichkarida ham kattagina oshxonasi bor. Hovlida shunaqa chiroyli kachelasi bor ekan, menga rosa ham yoqib qoldi. Letniy oshxonasi ham bor. Borishimiz bilan asarchi ovqat qildik. Keyin sho'rva, shashlik. Hamma yaqinlarimiz bilan maza qilib dam oldik. Ichkarida ham shunaqa stol bor, mebellari ham bor, karaoke etsalar ham bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa dacha kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini, profillarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ish kunlari $300 dan, shanba odoq kunlari $350. Bunaqa narxga, bunaqa chotki dachani topa olmaysizlar. Shuning uchun profil yo'qotib qo'ymanglar. Erim bo'lsa menga barobar qilaman deb paroxoddan Maryamni otib yuboraman deb qo'rqitdilar. Bu videoni tez yaqinlaringizga yuboringlar. Sizlar qachon odamga o'xshab dam olasizlar?